Assalomu alaykum. Ushbu videoda OsonPress platformasidagi Istoriya bo'limining funksiyalari va imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Istoriya bu qilingan bronlar, ya'ni buyurtmalar tarixini saqlovchi bo'lim. Bu yerda buyurtmalarga oid barcha kerakli ma'lumotlarni va mahsulotlar ro'yxatini ko'rish mumkin. Shuningdek, distribyutor spetsifikatsiyasini ko'rib chiqish, dorixona ehtiyojlarini tahlil qilish va real vaqtda mahsulotlarni solishtirib savatga qo'shish imkoniyati mavjud. Korзина bo'limida buyurtma qilingan deb belgilangan bronlar avtomatik ravishda Istoriya bo'limiga o'tadi. Istoriya sahifasi ushbu ko'rinishga ega. Distribyutor nomi, distribyutor haqida ma'lumot, Excel fayl shaklida yuklab olish, narx turi, qilingan buyurtmaning narx turi, status, yaratilish sanasi, distribyutor broni boshlangan sana, tugash sanasi, buyurtma qilingan deb belgilangan sana, miqdor, brondagi unikal mahsulotlar soni, summa, brondagi mahsulotlar umumiy summasi. Qidiruv joyi orqali distribyutorlarni izlash mumkin. Yoki mahsulot oxirgi marta qaysi distribyutorlardan bron qilinganini ko'rish ham mumkin. Показать. Bronga oid sahifani ochish. Bronga oid ma'lumotlar. Sahifa to'rt xil ko'rinishga ega. Savat. Bronga oid asosiy ma'lumotlarni ko'rsatadigan oynacha. Shuningdek, Excelga yuklab olish tugmasi mavjud. Distribyutor spetsifikatsiyasi. Distribyutor tomonidan taqdim etilgan spetsifikatsiyani import qilish funksiyasi. Miqdor, yaroqlilik muddati va narxi o'zgargan mahsulotlar qizil bilan ajratib ko'rsatiladi. Spetsifikatsiya oynachasini tozalash tugmasi. Mahsulotlarni solishtirish oynasi. Tanlangan mahsulotning joriy narxini distribyutorlar bo'yicha taqqoslash va kerakli miqdorni kiritib, savatga qo'shish imkonini beradi. Dorixonalar ehtiyoji. Agar Potrebность aptek bo'limida ehtiyojlar yuklab olingan bo'lsa, tanlangan mahsulotning dorixonadagi ehtiyojini tahlil qilish imkonini beradi. Bu tugma orqali sahifadagi oynachalar sonini kerakli tarzda sozlash mumkin. Ushbu videoda Istoriya bo'limini ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.